akamiz aslida usta ekanlar. Usta bo'lib turib shunchalik chiroq bas. Gap yo'q. O'g'illari, farzandlari mana. Farzandlariga olib beryaptilar. Buyursin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Gulistondan uzoq yo'l bosib Omadbek, Sohibbek, Komiljon akamiz otalari bilan, mana farzandlari bilan keldilar. Komiljon akamiz Ko'rpa 600 mana elektron cholg'u asbobini xarid qilish uchun Gulistondan kelishdi. Hormaydi endi. Yaxshi keldinglarmi? Charchamasdan. Yaxshi. Salomatligingiz yaxshimi? Farzandlarga olib beryapsiz. Xudo xolasa. Komiljon aka, o'zingiz menimcha aytishingiz bo'yicha ustasiz. Ustachilik qilaman. Ustachilik qilasiz. Gulistondan chiqmayman deyapsiz. O'zimizdan chiqib. Gulistondan chiqmasdan shunchalik mana xalqni, mahallani ishonchini qozonib, ustachilik qilib kelayotgan ekan. Go'zal kasbingiz bor ekan, akajon. Omon bo'ling, farzandlar rohatini ko'rib yuring. Omadbek. Omadbek. Sohibbek. Sohibbek chaladi endi buni? Ha, o'sha Sohibbek. Gap yo'q buni. Sohibbek, so'rashib qo'ying. So'rashib qo'ying. Assalomu alaykum, yana bir bor. Biz kuzatib o'tirgan ijtimoiy tarmoqda buni kuzatib o'tirgan insonlarimizga, obunachilarimizga bir bor salom. Qayerda o'qiysiz? Men Guliston davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti 2-bosqich talabasiman. Siz aytdingiz, Nilufar sinfdoshingiz u yerda dars beradi bizga dedingiz. Nilufarga salom aytaman. Nilufar bizning sinfdosh. Juda atlichniца qiz bo'lgan, juda mahoratli, juda yaxshi o'qigan. Kruglы 5 ga o'qigan qiz. Meni sinfdoshim bo'ladi, salom aytgan. Nilufar juda yaxshi qiz. Endi hozirgi kuni yubiley qilgan ekanlar, men bora olmadim, ming bor uzr so'rab oldim. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa yana bir bor tabriklayman. Buni ochamiz. Ochib turib, keyin buni Gulistonga yuboramiz. Akajon, buyursin. Bismillahirrohmanirrohim. Ketyapti? Ketyapti. Komil aka, farzandlaringiz muborak bo'lsin. Akajon, akalarimiz Gulistondan kelishdi mana. Yeng mana ko'rash, pachka ochib berdim. Bunga programma qilamiz va buni Gulistonga jo'natib yuboramiz. Buyursin. Rahmat aka. Omadbek, ukajonim salomat bo'linglar. Rahmat. Mana buyursin. Buni programma qilamiz. Komil aka, buyursin akajon.
buyursin.